Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring. Men Samarqand viloyati Mirobod tuman Lolazor mahallasi Daraytut qishlog'idan Marqayev Rejab buva bo'laman. Nima bezovta qiladi sizni? Sizga o'zi bu savolni berishim ham noo'rin. Ko'rdim hozir holatingiz juda ham yaxshi emas. Men 2012-yilda mana bel umurtqachi rasman kasallanganman. 4-5da 5 mana 1-da oyoqqa beradigan bo'ldi. Mana bu oyoq avval juda qattiq og'rib, keyin ozib ketdi bu. Ingichkalashib, jonsizlashib qoldi. Hozir bunda og'riq kamroq, sezish kam. Kuchsiz. Endi 1-2 oydan buyoqqa bu tomonga mana bu kisa mana belda shunday og'riq kuchli bo'ladi. Hozir yursam agar 15 metrga boraman hassamdan. Hassasiz turg'izsam 2 minut tik turaman. Shunday og'riq kuchayadi, uyushib tashlaveradi. Ko'tarmaydi-da. Jonsiz. Bu yerga kelishdan oldin davolangansiz? Bundan oldin tumandagi har ulardan rayonlarda ko'p davlat shifoxonasida davolandim. Xususiy shifoxonalarda davolandim. Viloyat markaziy shifoxonalarda davolandim. Operatsiyaga buyurdi. Operatsiya qilmasa ekan yurakda stent bor, stentlangan. Operatsiyani ko'tarmaydi deydi. Oldin televizorda ko'rdim bu kishilarni, undan qiziqdimda, telefondan ko'rdimda, ko'p ko'rdimda, toza ishonch hosil qilib, bitta armon bo'ldi shu yoqqa boray. Umringiz ziyoda bo'lsin, tuzalib keting. Nechinchi kuni bugun? Bugun 3-chi kun. 3-chi kun. Sal bo'lsa ham sezildimi? Sezildi. Sezildi. Mana kardiologim bor ekanda bu yerda. Dorilarni yozib, ozgina yursam, intigib, xalloslab, tashlab o'tirib, hansirab qolardingiz. Hozir yo'q. Yo'qmi? Ha, yaxshi. Ana nima fizioterapiyaga yaxshi borib kelaman. Nafasim yetadi. Ko'z tegmas. Mana hozir siz hassada yurishsiz biroz qiyinroq baribir hassa orqali ham. Yurganda o'zi qayerda og'riqlar bezovta qilyapti? Mana shu belda, umurtqada, mana buksada, mana bu boldirda, mana bu yer. Tortishuvchi, achishuvchi og'riq. Tik bo'lishga qo'ymayapti. Tik bo'lishga qo'ymaydi. Keyin mana shu ikki tizzadan past muzlab yoqadi. Muzlaydi, o'zi ham mana tovon sohasi achishib sho'rlaganday og'riqni yoqlaydi. Bitta hozir bizga yurib ko'rsata olasizmi? To'g'ri yurasiz. Agar ko'proq yursangiz, mana shu oyoq jonsiz bo'lib qolibdi, tashlaveradi. Keling. Sekin o'tirib oling. Biz oldingi galgi ko'rsatuvlarimizda mana shu radikulopatiyalar haqida gaplashgandik. Qisqacha izoh. Endi unda hali radikulopatiyalarda asosan oyoq uvishlar, oyoq muzlashlar, biror mushak kuchini pasayishi hamda turli xil mushaklarda yo umuman tortishishlar tanada bu o'sha radikulopatiyalar asorati edi. Biz endi mana bugungi ko'rsatuv boshida ham aytganmiz, bugun grijani asoratlari bo'yicha gaplashyapmiz. Bemorimizda haqiqatan asoratlangan grija, kechki asoratlar bergan. Bulardagi asosiy muammo demak stent borligi sababli MRT mumkin emasdi. MCKT tekshiruvdan o'tkazganimizda 8-6 mm salkam 9 mm disk churrasi bor. Yuqorida aytdilar 12-yildan buyon, kamida 12-14 yildan buyon mana shu dard bilan olishib kelyaptilar. Bularda endi radikulopatiya bosqichidan ham o'tib, o'sha orqaga qaytmas asorat berdi. Asorat nima? Mana biz bemorimiz birinchi kelganda biz bemorni tekshirdik. Shu og'riq asosan o'ng oyoqda. Bu radikulit. O'ng oyoqqa keladigan nerv ildizini, orqa miyadan chiquvchi periferik nerv ildizini yallig'lanish hisobidan og'riq kuchaygan. Aslida asorat chap oyoqda. Nima bo'lyapti? Mana birinchi o'rinda oyoqda mushaklarida, boldir, son mushaklarida atrofiya, mushaklar atrofiyasi, ya'ni ozish. Ozib ketgan. Oyoq og'riqlayapti. Bu barmoqlar qimirlamaydi. Ikkinchisi mana shu ozish demak kuchaygani sayin oyoqda panjalarida qisman falajlanish, bir tomonlama pastga chastishni parez, qisman falajlanish holati, ya'ni bular mana oyoq kiyim kiyishlarga qiynaladilar. O'zi bir nimaga tiramasa, mana shuni kiy olmay qolasiz. Kiyib bormaydi. Biroz agar tez yurish imkoniyati bo'lganda, kerak bo'lsa oyoq kiyim tushib qolsa ham sezmasliklari mumkin. Bu demak asorat.
Haqiqatdan hozir ham grijani operatsiya qildirish mumkin, lekin oyoq tiklanib ketadi deb unga va'da berish qiyin. Shuning uchun operatsiyasiz mana shu grijani kichraytirish choralarini ko'rish kerak. Bunga albatta bemorning roziligi bilan. Bularda endi jarrohlik amaliyotiga biroz qarshi ko'rsatmalar bor. Yurakda quvvati. Mana bemorimiz bizga murojaat qilib kelganlarida ko'ryapmizki, ikkala oyoqda qaraganda ikki xil holatda turibdi. Chap oyoqda mushaklarida, ayniqsa mana shu boldir sohalarida ozish alomatlari, ingichkalash alomatlari. E'tibor qilsak, yana ikkinchi masala, mana bu oyoqdagi o'sha teridan chiquvchi tuklar saqlangan, bu oyoqda tuklari ham yo'q mana. Siz ham sezasizmi? Oyoq tuklari to'kildi. Xo'sh, ikkinchi masala, bunda oyoqni kuchiga e'tibor qilamiz. Xo'p, chap oyog'ingizni ko'taringchi, ko'taring. Xo'sh, o'ng oyog'ingizni ko'taringchi. Mana bu dadil bu oyoq. Yana ko'taringchi. Bu oyoq baquvvat. Buni ko'taringchi qiyinchilik bilan. Oyoqda panjalarni ishlatingchi endi. Bunisini ham ishlatingchi. Mana e'tibor qilsalaringiz, chap oyoqni panja tovon bo'g'imdan bemalol o'zingizga tortib buka olasiz. Ushlab turing. Mana ushlayaptilar. Endi xuddi shuni chap. Ko'ryapsizlarmi? Kelmayapti oxirigacha. O'zingizga tortingchi. Kelgani shu. Mana bosganda kuchi yetmayapti. Oyoqda muzlab turibdi, mana terisi harorati ikkalasida ikki xil. Bu oyoq doim muzlaydimi? Yo'q, ikkalasi ham muzlaydi. Xo'p, ikkala oyog'ingizni bir vaqtda ko'tarib bilasizmi o'zingiz? Bir-biriga tegmasin, tizza bukilmasin. Mana e'tibor qilinglar, chap oyoq orqada qolyapti. Bu kechki asoratlar. Mana endi muolajadan so'ng yana mana shu oyoqning kuchini bir taqqoslab ko'rsak oldingisi bilan. Qani o'ng oyog'ingizni ko'taringchi, tekis qilib ko'taring. Oldingidan yanada yaxshilan, yana ko'taring. Yaxshi. Endi chapni ko'taring. Yana ko'taringchi. Boyagidan ancha yaxshi. Boya qo'limni bunaqa ko'tara olgani yo'q edi. Endi panjani ishlatingchi, qancha harakatini oxirigacha past. Boyagidan qimirlab qoldimi? Ancha qimirladi. Sizlarga ham sezilyaptimi? Qani tortib ushlangchi o'zingizga. Tortib ushlang. Mana boya shunaqa ushlab tura olmadilar. Endi bosib ko'rganda ushlangchi. Masalan, menga sezilyapti, oldingidan baribir ancha tiklandi. O'zingizga ham sezyapsizmi? O'zingiz yana ishlating. Pastga bosingchi. Pastga bosing. Yana bosing. Yaxshi. Bunisini bosingchi. Bunisini bosing. Bo'ldi. Bir xil bo'ldimi deyman. Bir xil. Endi bir yurishingizni ko'rsak. Bitta muolajadan so'ng shuncha kayfiyatingiz ko'tarildi, bo'z demasa yaxshi shekilli. Yaxshi-da. Yaxshi. Ko'tarilmasmi? Bor qoldi. Hozir belimda bu ham bilingan yo'q. Yengil bo'ldi. Mana oyog'im mana ko'tarildi. Yengil bo'ldimi ancha? Xudo endi nurgidey. Doktor. Ya bo'ladi. Siz bilan bu. Yurib ko'rsatadilar. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Bo'z demasa. Mana hassasiz ham yuradilar. Keling. O'tirib ko'rsataman. Yo'q, unaqa qilmang. Yashang. Hammalaringga rahmat. 3-kunda shuncha yaxshi ko'rsatkichi? Ha, yomon Mana emas. narsa juda ham yaxshi ekan-da. Ana. Xo'p. Hozir mana biz ham og'riq, sizning o'ng oyoqdagi og'riq bo'yicha va oyoqqa kuch berish bo'yicha ishladik. Birinchi mana oyoqda harakatida o'zgarish bo'ldi. Sezildi bu. Oyoqda isishchi. Isidimi biroz? Shishamiz-da. Sezyapsan? To'liq emas, lekin. Biroz qizidi oyoq. Panjani harakatlari ham ancha yaxshilandi. Oyoq yengil bo'ldi. Joni bor bo'ldi katta. Yurgandagi og'riqchi mana o'tirganda o'ng oyoqdagi. Past. Ancha kamaydi. Ozgina mana bu sal bilinib turibdi. O'sha yonbosh bo'ksa bilan oldingidan ancha yaxshi. Endi xudo xolasa mana aytamiz, sizniki biroz jiddiyroq muammolar. Chunki asoratlar berib ulgurdi, xo'p, kasalligingiz. Shu uchun siz ham mana shu tavsiyalarga to'liq amal qilib, qars ikki qo'ldan chiqadi deyshadi-ku. Mana shu tavsiyalarga amal qilib, aytilgan paytda imkon qadar davo muolajalarini yana bosqichma-bosqich davom ettirsangiz, xudo xolasa
hassasiz bemalol o'ziz yuradigan qilib beramiz. Shunday bo'lsin. Rahmat, tuzalib ketdi. Esimdan chiqib ketdi hassasiz yurishlar. O'ylab qolaman, agar hassa qolsa, qo'limda qanday qilib yursam ekan. Bunday qilib yursammi yo tashlab qo'yib yursam? Yo, u reflekslar baribir sizda bo'lganlarda. miyada izi bor, u reflekslar yana tiklanadi, xudo xohlasa hassas. Xudo xohlasa hassasiz yurib chiqib ketasiz. 3 kunda shunchalik ko'rsatkich bo'lgan bo'lsa, qarang, bitta hozir bu to'lqinli zarbali to'lqinli terapiyani olganingizda shuncha yaxshi ko'rsatkich bo'lgan bo'lsa, 10 kundan keyin hassa tashlab ketasiz, xudo xohlasa. Nasib. Sizlar sababchi mana shu tuzalishimizga. Men hech kutmagan edim bunday. Boshda ishonch bo'lmagan. O'z umidimni uzdim-da buni. Yo'q, umidsizlik. Endi orqaga ketyapti. Endi tiklanib ketmaydi. O'ylagan bunda buni. Yo'q, umidsizlikka tushmang, xudo xohlasa. Buni ancha hali oldingi holatigacha qaytarish mumkin, xudo xohlasa. Ko'p joylarga boraman, aytadi, "Yo, buni endi davolalmayman" deydi.